Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi rivojlantiruvchi markazlarni tashkil qilish texnologiyasi fanida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Bugungi mavzuimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarining guruh xonalarida rivojlantiruvchi markazlarni jihozlash tartibi. Birinchi rejamiz guruh xonalarining jihozlanishi hamda markazlar va ularning jihozlari. Markazlar borasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat ko'rsatayotgan har bir guruh xonasining maydoni shartli ravishda rivojlantiruvchi markazlariga ajratish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni unda stol, javon, taxmonchalar shaklida jihozlanishi mumkin. Amaliyotda tajriba o'tkazish, sensor rivojlanish, nutq o'stirish, savod va o'qishga tayyorlash va o'rgatish, matematika, teatr va dramatizatsiya, voqeaband o'yin, stol usti o'yinlari, ijodiy ustaxona va badiiy qo'l mehnati, loyihalashtirish va qurish yashash, badiiy adabiyot, jismoniy tarbiya, jonli tabiat va ekologiya burchagi, dam olish, xoli qolish hududi va boshqalar. Guruh xonasida bolalar yoshiga mos bolalar shoirlari va yozuvchilari portreti va asarlari, o'zbek xalq ertaklari, chet el shoirlari va yozuvchilar asarlari, turli xalq ertaklari, rivojlantiruvchi o'yin va o'yinchoqlar, tarbiyachi uchun maxsus jurnal, metodik adabiyotlar, axborot, ma'lumot yo'nalishidagi adabiyotlar bo'lishi kerak. Maktabgacha ta'lim bo'yicha qo'shimcha materiallar, didaktik tarqatma materiallar va kartochkalar, ko'rgazmalar, turli yo'nalishdagi mashg'ulotlar uchun materiallar, yil davomida o'tkaziladigan tadbir va tanlovlar, ishlama va boshqalar bo'lishi kerak. O'yinchoq va rivojlantiruvchi o'yinlar, ko'rgazmali qurollar quyidagi talabga javob berishi kerak. Maktabgacha ta'limning zamonaviy pedagogik texnologiyalari va texnika vositalaridan ta'lim jarayonida unumli foydalanishni tashkil etish lozim. Mavjud jihozlardan samarali foydalanish va ularni saqlash holatini ta'lim tashkilotining pedagogik va kuzatuv kengashlari majlisida har yili kamida bir marta atroflicha muhokama qilish va samarali foydalanish bo'yicha berilgan takliflarni inobatga olish kerak. Guruh xonalarining jihozlash maqsadi foydalanish, ularning saqlanishini samarali tashkil etish yuzasidan tashkilot miqyosida ko'rik tanlovlar tashkil etish zarur. Guruh xonasiga mas'ul shaxsning jihoz, anjom va o'yinchoqlardan samarali foydalanish holati o'rganilib, ijobiy natijalarga erishganlarni rag'batlantirish masalasi ta'lim tashkiloti rahbariyati tomonidan ko'rib chiqilishi kerak. Yil yakuni bo'yicha moddiy va ma'naviy rag'batlantirish choralari ko'rish lozim. Turli sabablarga ko'ra xato va kamchiliklarga yo'l qo'yib, mebel va jihozlarni ishlash muddatlarini qisqarishiga, qismlarini ishdan chiqishiga, yaroqsiz holda olib kelgan shaxslarga nisbatan o'rganilgan tartibda intizomiy choralar ko'rib borish kerak. Guruh xonasidagi tarbiyachi bolalar stollari, stullari, javon va boshqa turdagi jihozlarning qirilishi, chizilishi kabi holatlari va uning tozaligi uchun mas'ul shaxs va ta'lim tashkilotining rahbariyati shaxsan javobgar hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning hayoti va sog'ligini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq quyidagilarni amalga oshirishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning hayotini muhofaza qilish va sog'ligini mustahkamlashni pedagog va tarbiyachi xodimlar hamkorligida amalga oshiradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'sischisi tarbiyalanuvchilarning hayotini muhofaza qilish va sog'ligini mustahkamlashni tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul qilishda maktab ta'lim tashkiloti ta'sischisi tomonidan bolaning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarni qanday tartibda olib kelishlari va olib ketishlarini Respublikamiz qonun hujjatlarida belgilangan talablar bilan tanishtiradi. Tarbiyalanuvchilarning hayotini muhofaza qilish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotida telefon apparatlari mavjud bo'lgan joylarda, shuningdek
barcha xodimlar kirishi va ko'rishi mumkin bo'lgan joylarda e'lonlar taxtasiga direktor, hamshira, yong'in xavfsizligi, favqulodda vaziyatlar, tez tibbiy yordam xizmatlari hamda ichki ishlar organlarining telefon raqamlari ko'rsatilgan ma'lumotlar osib qo'yiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining guruh tarbiyasida tarbiyalanuvchilarning yashash manzili, shuningdek ularning ota-onalari va yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bilan bog'lanishi mumkin bo'lgan telefon raqamlari yoki boshqa aloqa vositalari haqida ma'lumotlar bo'lishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilar xavfsizligini ta'minlash hamda ular uchun zarur sharoitlarni yaratishni nazorat qilish maqsadida video kuzatuv moslamalari o'rnatilishi maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini jihozlashda quyidagi xulosa va tavsiyalarga kelindi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun o'yinlar, o'yinchoqlar, mebel, jihozlar va boshqa texnik vositalari bilan jihozlashda ishlab chiqaruvchilarning kafolatli sertifikatlarini amaliyotda joriy qilish lozim. Bular 2 yoki 3 yilga mo'ljallangan bo'lishi lozim. Chunki ayrim jihozlar 1 yil o'tmasdan ma'nan eski holatga kelib qolmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moddiy texnik vositalarini ishlab chiqishni har bir viloyatda tashkil qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ishlab chiqarilayotgan moddiy texnika va jihozlarni davlat va xususiy sherikchilik o'rtasida amalga oshirilishi ishining samarasi yanada oshadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moddiy texnikani ishlab chiqishda xorij davlatlar tajribasini yanada ommalashtirish lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moddiy texnik vositalarni smetadan tashqari ham berish bo'yicha Maktabgacha ta'lim bo'limi vazirligi taklifi bilan chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Guruhxonasini rivojlantirish markazlari deb ataladigan kichik joylarda ajratish tavsiya etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarga jadvalda guruhdagi rivojlanish markazlarining minimal soni ko'rsatilganligi tushunarli tavsiya etiladi. Hududning va maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim va tarbiya jarayonining mazmunining imkoniyatlari va xususiyatlarini inobatga olgan holda guruhdagi boshqa rivojlanish markazlari minimal soni ko'rsatilganligi tushunarli tavsiya etilgan. Hududning va maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim va tarbiya jarayonini mazmunining imkoniyatlari va xususiyatlarini inobatga olgan holda guruhdagi boshqa rivojlanish markazlari tashkil etilishi mumkin. Turli guruhlarda markazlar to'plami har xil bo'lishi mumkin, ammo davlat o'quv dasturi guruhdagi 5 ta asosiy rivojlanish markazlari tavsiya qilinadi. Bular fan va tabiat, til va nutq, suyuqli rolli o'yinlar va sahnalashtirish, san'at, qurish, konstruksiya va matematika markazlari bo'ladi. Guruhxonasining maydoni qanday rejalashtirilganligi, rivojlanish markazlari qanday joylashganligi, pedagogning bolalar salomatligi va xavfsizligini qanday ta'minlashi va ularning ta'limini yaxshilashiga ta'sir qiladi. Pedagog barcha bolalarni uyda ham, tashqarida ham ko'rishi va xona jihozlarining ko'rinmas joylar yaratadigan tarzda joylashtirishni ta'minlash kerak. Davlat o'quv dasturini amalda oshirishda Sanpinda mustahkamlangan xavfsizlik qoidalariga muvofiq amalga oshirish kerak. Shu bilan birga barcha materiallar bolalarning yosh imkoniyatlariga mos kelishi kerakligini esda tutish kerak. Qurish rivojlanish markazi jihoz va materiallar konstruksiyalash va matematika mashg'ulotlarida o'tiladi. Misol uchun, jihozlari, materiallarni saqlash uchun ochiq javonlar, polga gilam yoki palas, stol bitta, stol ikkita yoki 4 ta bo'lishi kerak. Materiallari yog'och, plastikdan yasalgan katta o'lchamdagi pol konstruktorlari, katta yumshoq modulli o'yinchoqlar, transport o'yinchoqlari, turli yoshdagi millat, kasb vakillarini ifodalovchi haykalchalar, hayvonlarning haykalchalari, Lego konstruktorlar to'plami, odam figuralari bilan asosiy detallarga ega o'rta va kichik konstruktorlar to'plami, kubiklar, g'ishtchalar, prizmalar, konuslar va boshqa stol konstruktorlari, metall, magnit va boshqalar kiradi. Matematika uchun esa o'lchash, tortish, hajmi,
shakli bo'yicha solishtirish uchun ochiq qutilarida turli xil materiallar, qutilarni tizimlashtirilgan yozuvlar va belgilar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak bo'ladi. Hisoblash uchun material va saralash uchun rangli stakanlar, bosh qotirmalar, geometrik naqshni yasashga va boshqalar, katta o'lchamdagi raqamlar va arifmetik belgilar, chotlar, tortish va o'lchash obyektlari bilan tarozilar, turli uzunlikdagi tasmalar, turli xil turdagi o'lchov ruletkalari, qum soati, sekundomer, raqamli muvozanatlar to'plami 2 dan 16 gacha bo'lgan qismlarga bo'lish uchun raqamli kartochkalar to'plami va boshqalar, shashka, shaxmat, syujet rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazida oila o'yinini o'ynash uchun chaqaloq qo'g'irchoqlar va ular uchun aksessuarlar, ko'rpa, so'rg'ich, shisha idish va boshqalar, kiyimli qo'g'irchoqlar o'g'il bola va qiz bola uchun, bolaning bo'yiga mos bo'lgan qo'g'irchoq mebellari, stol stullari bilan, qo'g'irchoq plita, muzlatgich, qo'g'irchoq uchun kravat, javon qo'shimcha ravishda, qo'g'irchoqlar uchun mebellar, divan yoki kreslolar, aravachalar, qo'g'irchoq uchun kiyimlar, qo'g'irchoq idishchalar, kastrulka va tovalar, kasb bilan bog'liq o'yinlar uchun o'yinlar to'plami bo'lishi mumkin. Sahnalashtirilgan o'yinlar uchun jihozlar, teatrlashtirilgan tomoshalar, buklanadigan katta yoki kichik to'sinli parda, kostyumlar uchun iligich, bolalar yoshiga mos keladigan 2 yoki 3 ta ertakni saqlashtirish uchun liboslar, niqoblar, atributlar, kostyum elementlarini kiyish uchun atributlar, yubkalar, sumkachalar, munchoqchalar va boshqa, imitatsiya va doiraviy raqs o'yinlari mazmuniga muvofiq atributlar, yovvoyi va uy hayvonlarining niqoblari, ertak qahramonlari niqoblari mavjud bo'lishi kerak. Teatr tomoshalarining kichik shakllari uchun jihozlar, qo'g'irchoq teatr va boshqalar uchun, stol teatri uchun katta yoki kichik to'sinli pardalar, tayyor o'yinchoqlarning atributlari va to'plamlari katta va kichik o'lchamdagi bo'lishi kerak. Kattalar yoki bolalar qo'liga munosib bo'lgan atributlar va bebi va qo'g'irchoqlar to'plami. Til va nutq markazida jihozlari, stol bo'ladi, jihozlar va bolalar adebiyotlarining saqlash uchun ochiq javonlar, magnitli doskalar, yumshoq bolalar mebellari, televizor yoki eshitish vositasi audio markazi, materiallar, qiqiladigan rasmlar, pazllar, rasmli kubiklar to'plami, lato, domino, juftli kartochkalar, bolalarning yosh imkoniyatlariga muvofiq qoidalarni bo'lgan boshqa stol bosma o'yinlari, bosh qotirma o'yinlari, alifbo plakati, magnitli doskalar, harfli yoki bug'unli kubiklar, qora va rangli qalamlar, flomasterlar, trafelitlar, lineykalar, qog'oz, konvertlar, yozish uchun mashq daftarlari, suv flomasterlari, lattalar, audio yozuvli disklar, musiqali kompakt disklar, bolalar badiiy adabiyoti, bolalar uchun o'quv adabiyotlari bo'lishi zarur. Fan va tabiat markazida esa o'sha jihozlanishi, stol, stullar jihozlanishi kerak. Materiallarni saqlash uchun ochiq javonlar, tadqiqot uchun turli obyektlar to'plami bo'lishi kerak. Kattalashtirilgan oynalar, lupalar, ya'ni mikroskop, magnitlar to'plami, tajriba uchun to'plamlar, tarozilar, bolalar uchun xavfsiz termometrlar, qum soati, sekundomerlar, o'lchash stakanlar to'plamlari, ob-havo taqvimi, globuslar, geografik xaritalar, bolalar atlasi, tasvirli o'quv kitoblari, plakatlar, globus, geografik xaritalar, bolalar atlasi, tasvirli o'quv kitoblari, plakatlar va boshqa narsalar bo'lishi zarur. San'at markazining jihozlanishi esa stol stullar bilan jihozlanadi. Materiallarni saqlash uchun ochiq javonlar, bolalarning bo'yi barobar doskalar, molber, ish kiyimlari yoki fartukular, materiallari chizish uchun turli o'lchamdagi, turli rangdagi qog'oz va kartonlar,
rasm chizish uchun albomlar, akvarel uchun qog'oz, mumli qalamlar, qora va rangli qalamlar, markerlar, flomasterlar, akvarel va guash bo'yoqlari, yumshoq va tekis cho'tkalar. Yasash uchun plastilin, gel, loy, taxtachalar, stiklar, yasash applikatsiyalar uchun turli rang va fakturali yasash uchun qog'oz va karton, kollejlar uchun materiallar, uchlari tumtoq qaychi, yelim, qalam, tabiat materiallari va ikkilamchi materiallar mavjud bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.